Sevillani qabul qildi. Endi Camp Nou, u ham Newcastle'ga tayyorgarlik ko'ryapti. Ba'zi yurishlarni amalga oshirib oladi, ba'zi bog'lamlarni ishlab olardi Flick. Bu kutilma bor edi. Bejizga Yamalni zaxirada qoldirmadi. Bejizga Rafinhani asosiy tarkibda tushirmadi. Ko'p ehtimol Marcus Rashford asosiy tarkibda o'ynasa kerak Newcastle'ga qarshi. Newcastle ham dahshat tayyorlanyapti. Chelsea'ni yutib qo'ydi-yu, lekin Chelsea bilan mayli bu o'yin nima bo'lsa bo'lsin, biz Barselonaga tayyorgarlik ko'raylik deb turib, hech kim bilmaydigan qirralarni chiqarib yubordi. Barselona ham shunaqa qildi, Flick ham shunday qildi, Gavini misol uchun tushirdi. O'ynatdi futbolchilarni, ammo bu oqshom Rafinhani to'xtatib bo'lmadi. Ha, ikkita golni penaltidan urdi, lekin Panenka qilib turib gol urganini esdan chiqarmasligimiz kerak. Keyin ham gol urdi, hat-trick muallifi bo'ldi. Cancelo katta o'yin o'tkazdi. Cancelo yorib yubordi haqiqatan. Va yanada Realdan ham ko'ra kattaroq hisob qayd etdi. Birinchi o'rnini birinchidan jiddiy mustahkamladi, ikkinchidan farqni o'sha 4 ochko holida ushlab turibdi. Ammo bitta farqi bor. Real 3-0 yutgan. Raqibi Manchester City peshqadamlardan biri. Barselona esa durang natija qayd etdi. Bitta yutuqli tomoni Camp Nou'da o'ynaydi Barselona, uyida bilamiz qanaqa o'ynashini. Real esa Etihadga boradi. Real Etihadga boradi, komfortroq natija bilan har narsa bo'lishi mumkin, lekin kayfiyatdan yaxshi o'ynayapti. Barselona esa aynan Newcastle'ning hiylalariga qarshi turib berish kerak bo'ladi dastlabki daqiqalarda. Shuning uchun bu turni ikki peshqadamning ko'zi bilan olganimizda Chempionlar Ligasining javob uchrashuviga tayyorgarlik sifatida baholanadi. Tayyorlanib olishdi, juda ko'p narsalarni ishlab olishdi. 4 ochkolik farq esa saqlanib qoldi.